Akalar, manaki yaqinroq kelib olasizlar, hayotimiz davomida kerak bo'ladigan narsalar gapiramiz, bilib bo'lmayapti endi. Balkim kerak bo'ladi, balkim kerak bo'lmaydi. 20-iyungacha bozor o'tkazib o'tkazilyapti. Shu bo'yicha har bir tashkilotga borib, o'zimizni kasbimizga bo'lgan qiziqtirishini, keyin favqulodda vaziyatlar yuz berganda qanaqa qilib bartaraf qilish choralarini, baribir hali yong'in kelib chiqqandan sizlar xabar berib, biz yetib kelgungacha agar hushyor bo'ladigan bo'lsalaring, safon bo'ladigan bo'lsalaring, ozgina xabarlaring bo'lsa, qarshi katta bo'lib ketishi mumkin bo'lgan yong'inlarni oldini olib turishlaring mumkin. Har bir holatda, xonadonda, mashinada qayta bo'lishlaridan qat'iy nazar. O'sha bo'yicha bu ko'rib turganlaringiz Isuzu avtomobili yong'in o'chirish asosiy avtomobili hisoblanadi. O'zida 1 tonna 700 litr suvi bor, 7 ta ekipaji bor, 150 litr penasi bor. Yong'in o'chirish asbob anjomlari bilan jihozlangan. Yong'inlarda birinchi yong'inga borganimizda qayerda yong'in bo'lsa ham akalar, birinchi bo'lib mahalladami, boshqa joydan, tashkilotdan bo'ladigan bo'lsa, to'k manbai qaytdi. Birinchi to'k uzish kerak. To'kda avtomatdan misol uchun yong'in kelib chiqdi, sizlar chaqirdilar, biz kelgunimizgacha to'kni uzib qo'ysalaring, misol uchun mana shu tashkilot bo'lmasa, kelib turib sirabri o'chirish choralari ko'rilaveradi. Agar to'k uzilmagan bo'lsa, bilasizlar, suv sepilgandan keyin tez tarqaladi. Tez tarqalib, hamma hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. O'shaning uchun bajarga borganda birinchi bo'lib biz to'k uzib olamiz. 220 gacha o'zimiz uzamiz. 380 bo'ladigan bo'lsa, katta to'k liniyalar bo'ladigan bo'lsa, elektroset bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'sha tez yordam hamma hamkor tashkilotlar bilan ular kelib o'chirib berishadi to'kni. Keyin bizim mana magistral liniyalarimiz hisoblanadi. Birinchi shu yong'in joyiga borgandan keyin to'k uzilgandan keyin bu liniyani tortamizda bu uchoqlama suv ayirgichimiz bundan bittasidan tomga chiqib ketadi. Agar tomda yong'in bo'layotgan bo'lsa, bittasidan uygunchaga kirib ketadi. Shunaqa qilib mana rabochiy liniyalarimizda ishlanilaveradi. Bu stollarimiz yer uy xonadonlarda ishlatiladi. Kichik yong'inlarda 32 metrgacha suv sepadi. Har xil qilib, tarda qilib, tutun bo'ladigan bo'lsa, tutun haydab, asha har xil uslubda ishlayveradi. Bu stolimiz baland qavatli binolarda yong'in bo'lganda, hali yetib borish ilojisi bo'lmaganda, rezervuarlar yonganda ishlatiladigan stollarimiz bor. 67 metrgacha suv sepadi. Stollarimiz. Bu TTF apparatimiz turli xonalarda, podvallarda kirib bo'lmaydigan zaharli moddalar yonganda ishlatamiz. Buni tarkibi siqilgan toza havo bo'ladi. Mana shu bittasi davleniyasi 240 davleniya bo'lganda 65 daqiqa bemalol shu yong'inning ichida, tutunning ichida ishlayveramiz. Toza havoda. Keyin bu agar yong'inda odam qolib ketgan bo'lsa, buni qulaylik tarafi buni zahira yuz niqoblari bor. Yuz niqob zahira tiqiladi. O'sha qutqaruvchiga qadar bemalol uni ham olib chiqib ketishimiz mumkin. O'shanda ishlatiladi bu apparatimiz. Bu ham stol hisoblanadi. Bu GPS 400 stol hisoblanib, neft mahsulotlari yonganda bilsalaringiz, suv sepadigan bo'lsangiz, yong'in rivojlanib ketadi. O'shanda biz pena sepamiz. Pena sepganimizda bu setkalarga urilish natijasida ko'pik hosil qilib, o'sha yong'inni qisib, havoni to'sib o'chiradi yong'in. O'sha yong'inlarda ishlatamiz. Bu zaborni setka hovuzlardan, har xil zovurlardan suv olayotganimizda musul-pusulat qilib qolmaslik uchun ishlaydi. Bu kalonkamiz, hali yer tagida bilasizlar, hamma yer tagida gidrantlar bo'ladi. Toza ichimlik suv o'tgan, o'shanga pajarni xodga to'g'rilab nima qilingan. O'zimiz uchun suv olib ishlatishimiz mumkin. Hamma hududda qayerlarda suv hovuzlari nimalari bor bilamiz. Keyin hali yong'inga borganda nima suvsiz kelibdi deyshadi. Ash hududdagi odamlardan so'raydi, shopirlarimiz birinchi bo'lib qayerda suv bor deydi. Chunki sizlar u hududni yaxshi bilasizlar, to'g'rimi? Qayerda zo'r bor, qayerda nima bor. Suv tugagandan keyin borib olib kelish uchun, tezroq ishlash uchun shu maqsadda so'raydi, lekin ular odamlar
noto'g'ri fikrda, bilmas ekan, yo suv oz ketdi, suvsiz ketdi degan fikrda bo'ladi. Bu stollarimizni rasxodini aytadigan bo'lsak, bu stolimiz bir deganda 7 litr suv chiqib ketadi. Bir degan. 10 deganingizda 70 litr suv chiqib ketyapti. 1,5-2 daqiqa yong'in rivojlanishi to'xtatish uchun ishlab beradi-da. Bizda yong'in bo'lganda 2 avtomobil chiqadi. Ko'rgan bo'lsangiz, katta avtomobilimiz bor, 6 tonnali. Shu 6 tonnali avtomobilimizda bemalol ishlab olishimiz mumkin. Lekin bu yong'in o'chirish avtomobilimizda hali kichikroq yong'inlar bo'lsa, tor ko'chalar bo'lsa, yong'inni ushaltirish uchun foydalanadi. 2-3 daqiqada nima bo'ladi? Suv tugaydi. O'shaning uchun sразу suv havzasini suvni so'raydi. Keyin ayni stulda ham ishlatishni biladi. Bu ayni stulda yaxshi taraflari bor. Misol uchun 90 million, 100 million, 150 millionga mashina olamiz, mashinamizga ayni stul qo'ymaymiz kerak bo'lsa, to'g'rimi? Hozir hali kunlar qizib ketyapti, mashinalar yonyapti. Ko'proq mana yoz oyida mashinalar yonadi. Yo hali domlar olamiz, qimmat-qimmat uylarimiz bor. Yong'in kelib chiqishi mumkin har qanday holatda. Mana shu ayni stulda oshxonaga qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi, uyingiz oshxonasi. Chunki buni afzal tarafi shundaki, oldin penalik, suvlik, ko'piklik shunaqa ayni stullar bo'ladi. Ularda elektr rashitka, keyin haligi yog'ga yo boshqa narsaga sepsiz bo'lmas edi, to'k o'tkazishi mumkin edi. Faqat haligi yog'och mahsulotlari nimalar yonganda ishlatiladi. Bu endi kukunli chiqqan universal hisoblanadi. Yog' yonib ketadigan bo'lsa, aqa-baqa xotinlar nima qilmasdan oshxonada bo'lsa oladi, o'chiradi. Endi har shu kunga tushib qolishi mumkin-da hamma. Mashina yonadigan bo'lsa ham sepsiz bo'laveradi. Elektr rashik yonadigan bo'lsa ham sepsiz bo'laveradi. Har qanday holatga yaxshi bu. Bu o'zi arzimagan pul turadi menimcha. Shundan qo'yish kerak. Maslahati. Bu birlamchi yong'in o'chirish vositasi, shu yong'inni oldini olib turish uchun ishlatiladi. Agar o'rtaga nima yoqib nima qilsalaring, ishlatishga qiziqadiganlar yo ishlatib ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ishlatib ko'ramiz. Hop, kim ishlatasin? Nima kelib ishlatasin? Ya'ni davron kelib nima qiladi? Hech kim meni hayotimda bunaqa hodisa bo'lmaydi deb javob bera olmaydi-da. Har xil holat bo'ladi, ko'ryapsiz hamda. O'shaning uchun bilib olsangiz, erkak kishi qochib ketayotgan bo'lsa, ayol kishi kelib o'chirib qo'yadi haligi. To'g'risi, shunaqa holat bo'ladi. Yong'inlarda ham kerak bo'lsa, oilasi ichkarida qolib ketgan bo'lsa, kirgani qo'qadi haligini oldiga, olib chiqqani. Oilasini endi qo'yib yuboring qo'ygan. O'shaning uchun qo'rqmasdan, yuragida o'ti bor opalar bo'lsa, chiqinglar. Bu ishlatishni o'rgan oilalar. Chiqing opasilarda siz qiziqyapsiz. Buni turgan holatda ishlatish nimasi? Mana uni qo'shasiz. Mana shuni qo'shasiz. Mana mashinasini zuvib olib tashlaysiz. Saqlagich, hali nimani saqlagichi bo'ladi. Ushing. Bosib olmay turing. Matdan bitta qo'lingizda bundan ushing olib. Mana undan ushingda bunday bosasiz-da. Mo'shlarning uchun qo'lingizda ushlaysiz. Mana qarang, mana. Mana buni tagidan ushaverasiz mana. Yumshab turib, yong'in bo'layotgan joyga nima qilib turib, tepasini bitta bossangiz o'chadi. Mana buni ushlaysiz. Shuni to'g'rila. Yaqinroq. Bosib oling, qo'rqmasdan bosib oling. Bo'ldi. Bo'ldi, o'chdi mana. Agar shunga bee'tibor bo'ladigan bo'lsangiz, qo'rqib, aqa qochadigan bo'lsangiz, pardangizga ilashadi, yo boshqa narsangizga ilashadi. O'sha yo'q deganda. O'shaning uchun bu yaxshi narsa. Ko'rdingizmi, tez o'chirib qo'ying. Buni nimaga bo'lsa ham sepaverasiz. Yog' yonsa ham, elektr ham, boshqa ham hech narsadan qo'rqmaysiz. Ishlatish ham oson. Saqlagichni olasiz. Bitta chaqirsiz, sepasiz o'chadi. Ha bu nimani u? O'chdi bu. Qajanni chaqirasiz, tovushni olib turguningizgacha kelib bartaraf qilib beradi. Biz birinchi yong'inni oldini olamiz-da. Ya'ni alanga olib ketmaslik uchun. Agar tomosha qiluvchi alanga olib, hammasi odoq bo'ladi-da. Endi brakaka bo'lmi? Yo boshqa talarni qilib
Bu boshqatdan qilinadi bu. Hozir ham yonarmikan? Mana bolalar endi hozir yonyapti. Qani o'zlarini bir yoqib ko'rasizlar. O'chirib Vali ko'rasizlar. birinchi yordam ko'rsatish xuddi o'sha sizlargacha shunaqa to'xtatib ketsangiz, olov tez rivojlanib ketadi-da. Keyin chaqirgan biz kelib o'chirib bemalol tugatib ketish mumkin. Ishlatadiganlar bo'lsa Kim ishlatadi? Qani bir ko'raylik-chi. Keling aka, bu ishlatish nima emas. Yaxshi olmadi? Yo'qmi bir baland yaqinroq olib kelasiz. Yaqinroq boravering aka. Ha endi o't baland bo'lsa uzoqdan ham Hech nima qilmaydi, buni nimasi ziyoni yo'q. Qoni bor. Aql kasalliklari. Agar bizni sohamizga oid savollaring bo'lsa yo boshqa qiziqtirgan nimalar bo'lsa so'rashing mumkin. Agar hech qanday savol bo'lmasa, rahmat, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik shunaqa o'quv nimalari. Sog' bo'linglar. Savollar yo'q hech kimda. Xo'p, mana ko'rlaring. Hamma maniga oldini olishdi. Hammasi Shuncha hosil bo'ldi deb o'ylayman. hammasi Uni keyin faqat turaveradi yo to'ldiravering. Bo'ldi. qizilga o'tdimi? O'tdi. Ha, bo'ldi, o'tir. Buni endi davom Ichida bosim chiqib ketdi bo'ldi, ketadi. Bir marta ishlatsangiz ham bo'ldi. Shu